Husanov kelasi uchrashuvda maydonga tushishi mumkin. Bu haqida Gvardiola gapirdi matbuot anjumani. Xabaringiz bor, Josep Gvardiola boshchiligidagi Manchester City klublar o'rtasidagi jahon chempionatida oz yurishini Wydadga qarshi boshlab, ishonchli 2-0 hisobida muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu bellashuvdan so'ng ispaniyalik mutaxassis matbuot anjumanida ishtirok etib, ko'plab qiziqarli savollarga to'liq javob berdi. Kevin De Bruynening jamoadan ketishi, De Bruynening o'rnini bosish qiyin, uning sifati shubhasiz. Biroq, klub Ryan Sherkini tanladi, chunki u jarima maydoniga yaqin joyda ajoyib mahorat, kuchli korish qobiliyati va ko'p hollarda top uzatish qobiliyatiga ega. Bu faqat qiyin sharoitlarda o'tgan birinchi o'yin edi. Uning bu yerga kelganidan juda mamnunman. Tierney Reinders haqida, juda yaxshi futbolchi. Juda yaxshi. Buni his qilasiz, sezasiz. U o'z maromiga tushganda eng yuqori cho'qqiga chiqadi. U yerda Nico Gonzalez ham bor. Mateo Kovacic ham qaytishi mumkin. Men Tierneyni ko'proq yuqori pozitsiyalarda ko'raman. Bo'lib o'tgan uchrashuv va kelasi o'yin, ko'plab futbolchilarga o'yin vaqti berishimiz kerak. Aks holda, ular uzoq muddatli jarohatdan so'ng o'ynamasalar, hech qachon kattaroq yutuqqa erisha olmaydilar. Keyingi o'yinda Alainga qarshi 10 ta yangi futbolchi maydonga tushib, yutishga harakat qiladi. Muxlislarning oqimi. Men birinchi marta AQShga tayyorgarlik yig'iniga kelganimizni eslayman, ko'p odam yo'q edi. Endi esa ko'proq bizning liboslar tobora ko'paymoqda, bu yaxshi. Rodrining maydonga tushishi, 30 daqiqa, bu faqat birinchi qadam. U ko'proq o'ynashni istaydi, ammo bu birinchi qadam. Miyangiz nimani xohlasa, ongingiz ham shuni xohlaydi. Biroq, ko'pincha jarayonning o'zi ham muhim va bu juda ahamiyatli. Yozda tarkibga jalb qilingan futbolchilar yaxshi o'ynashdi. Tierney Reinders haqiqatdan ham ajoyib o'yin ko'rsatdi, Ryan Sherki esa yaxshi lahzalarni namoyon etdi. Hammamiz bir-birimizni bilishimiz va nima bo'lishini ko'rishimiz kerak. Phil Foden haqida, albatta, u bu mavsumda muhim rol o'ynaydi. U endi boshqacha vazifani bajaradi, o'sha joyda ko'proq bo'ladi. Bizda ko'plab 10 raqamli o'yinchilar bor, shuning uchun ko'p narsalarni moslashtirish kerak, ammo buni asta-sekinlik bilan amalga oshiramiz. Rico Lewisning qizil kartochka olishi, u topni oldi, ikkala oyog'i ham maysada edi. Ramon Abattir yo'q, oyoqlari va oyog'i baland edi, dedi. Lekin u maysada-ku. Bu tabiiy holat. Riconing mutlaqo hech qanday yomon niyati yo'q edi, ammo buning ahamiyati yo'q bo'lgan ish bo'ldi. Turnir start haqida, jahon chempionatidagi birinchi o'yinlar doim qiyin kechadi. Biz kuchli ritmga ega jamoaga qarshi o'ynadik. Lekin ba'zi pallalarda biz ham juda yaxshi harakat qildik. Bu birinchi qadam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi o'yinda yaxshiroq bo'lamiz, deya o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi manchesterliklar mutaxassisi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov nega bo'lajak uchrashuvda maydonga tushishi mumkin? Gvardiola kelasi bellashuv haqida gapirayotganda 10 ta futbolchi rotatsiya qilinadi va g'alaba qozonishga harakat qiladi, deb ta'rif berib o'tdi. Eslatib o'tamiz, klublar o'rtasidagi jahon chempionatining 2 turidan o'rin olgan Manchester City hamda Alain uchrashuvini 23 iyun kuni soat 6:00 da start olishi rejalashtirilgan.